katta mashinalar ham o'tyapti mana. O'tish mumkinmi bu yo'llardan, ey? Mana ke. Voy. Mana Xatirchidan kelyapti, qayerga borishini bilmayapti. Mana Samarqand viloyati Narpay tumani Sarbozor mahallasida katta mashinalar ham o'tyapti mana. Ichki yo'lda bu, ichki yo'l. Bu Sarbozor mahallasi desa hamma biladi, u Samarqand viloyati Narpay tumani desa. Ichki yo'lda bu. Ichki yo'ldan yurish mumkinmikan? Mana probka bo'lyapti, mashina kutib qoladi. Mana ahvol. O'zim mana shu yerda turaman. Uyimdan chiqaman, bu ahvol. To'qroqlar. Mana faqat katta mashina o'tyapti. Mana faqat katta mashina. Bunisi kelsa, bunisi kutib qolyapti, bunisi kelsa, bunisi kutib qoladi. Kim qaraydi bunga? Kim mas'ullar bormi-kin, mas'ullar? Kim ekan endi?